Qirg'iziston Respublikasidan tashrif buyurgan Nexia 2miz xudo xolisa tayyor bo'ldi. Inshaalloh mashinamizni juda ham chiroyli qilib, ideal qilib bitkizib berganmiz. Ko'pchilik biz mashina qilgan paytimiz spiskasini qo'ysak, ishinglar qimmat ekan yoki mana bunaqa ish qimmat, bunisi qanaqa yoki narsani yozib qo'ysak, xizmat haqqi qancha bo'ladi deb savol berishadi-da. Bugun xudo xolisa shu narsaga nuqta qo'ygan holda mashinaga ketgan har bitta xarajat va ishni tarifi bilan misol uchun klientimizga narx-navo berganmiz. O'shani bitta-bitta tushuntirib o'taman. Video ozgina uzoqroq bo'ladi, lekin siz uchun juda ham katta ma'lumot bo'ladi. Mashinamizni $600 ga shumizatsiya qilib berganmiz. Polniy torpedka orqasi, motori tegidan tushadigan joyigacha ham qilib, polniy krilo, eshik, tom, nima deydi, patologi, poliyu, bagajyu hamma joyini podkrinligicha qilib berganmiz STP mahsulotlaridan. Xudo xolisa idealni chiqqan. Keyingisi himchiska $50 yozganmiz, chunki shumkaga baribir hamma narsa yechiladi, o'shani hisobiga teng yarmiga bitib ketadi. Gentra 3-pozitsiya sideniya $450 yozganmiz, $50 ustanovkasi, $400 Gentra sideniyani o'zi. 3-pozitsiya Elegant Plus o'sha 23-yilgi 10 ming atrofida yurgan Gentrani nima deydi, sidenasini qo'yib berganmiz. Xudo xolisa podogreflarigacha ulab ishlatib berganmiz. Sidenani o'zingizlar ko'rishingiz mumkin, qanaqa chiqqanini. Xudo xolisa mana shunaqa ideal holatda turadi. Bezazor, beznичего. Orqasi o'zini zavod sidenasidan ko'ra ozgina kengroq turadi. Holati mana shunaqa ideal holatda bo'ladi. Salon pokraskamiz $100. O'zi shumkasi bo'lmasa 150-180 ga sepiladi. Shumka nimaga arzon tushgan bunga $100? Kraskasi chunki hamma detallari yechilib bo'lgan bo'ladi. Tayyor holatda mana shunaqa ideal qilib sepiladi mashinamiz. Har bitta detal. Salonda nima plasmassa ko'radigan bo'lsangiz, hammasi sepiladi. Plus nimaga $100 bo'lgan sabablardan bittasi, buni polniy patologik stoykalari qoraytirilgan, ularga sepmaganmiz. O'shaning uchun shunaqa narx chiqqan. Gentra afshika material $50 edi, $40 qilib berganmiz. Mana shunaqa sidena bilan moslab afshikasini qilib qo'yganmiz. Gentra bar, abogrefli, o'sha Elegant Plus o'zini zavod bari shtekkerlargacha ham ishlaydigan qilib, zavod qilib ustanovka qilib qo'yganmiz. Bagaj va 4 ta eshik rezinkasi mana yangi o'zini zavod rezinkalari qo'yilgan original bo'ladi. Xitoy yoki tufta rezinka qo'yilmaydi. Tak, skors chexoli $5, ustanovkasi, chexolning o'zi hammasi ichida. Evakor polik Gentra sidenaga moslab tikilgani tayyor. Bilsanglar, o'zini zavod poligini qo'ysanglar, sidena qo'yilgandan keyin tushmaydi. Biz bunga yechim qilib qo'yganmiz. O'ziga tayyor poliklarni ishlab chiqarib qo'yganmiz. Sotuvda bor, bemalol ko'rib xarid qilsangiz bo'ladi. Salon asfisheni oq dizayn. Salon asfishenamiz oppoq bo'lgan, hamma narsasi. Pechkaniki bormi, tablo tuningi bormi, plafoni bormi, eshik knopkalari bormi? Mashina hammasi, mana stiker, barriki bormi? Hammasi oppoq rangda bo'ladi. Xudo xolisa $60 yozganmiz, lekin bu yerda klientimizga $50 qilib berganmiz. Eshik regrovka palslarni hammasini 350 ming so'm $20 yozib qo'yganmiz. Tak, yana nima qilyapti? Brizgavik podkrinlik, Espero kalpak, mayda elektrik ishlari, mana shu senter zamoklari, simlari, boshqasi, porядкasi shumkaning ichida qarab olganimiz uchun $50 yozib qo'yganmiz. Kapot, bagaj yaxshi yopilmaydi, ularni shundoq qarab berganmiz. Yozuv va emblem oblisovkalarni shundoq qo'yib berganmiz. Bularga mehmon bo'lgani uchun salon qoraytirishimiz $120 yozganmiz. Hamma narsasi material bo'ladi. Equinox dizaynidagi koziroglargacha ham tikiladi. Choklariga отдельно baho berasiz. Stoykalar material bo'ladi. Orqa stoykalar yopishtirilmaydi, tikilib, akkuratni qilib qilinadi. Faqat eshik ruchka va plafon sepiladi. Qolgan hamma narsasi xudo xolisa material bo'ladi. Yana nima? Nexia 2 bakoy qo'lay slipoy zonasi bilan $150, bakoy o'zi, slipoy zonasi, ustanovkasi, oynasi, gravirovkasi, hammasi o'sha narxi ichida bo'ladi. Bamferni yechib, ichiga qo'yib, akkuratlik qilib ishlaydigan garantiyalari bilan qilib beramiz. Tonirovka kurgovoy $120. Ichidan ko'rinadi, juda ham chiroyli turadigan, tumani yo'q, original, 10 yil garantiyasi bor. Tashqaridan qaraganingizda qop-qora bo'lib turadigan, mana shunaqa spektroplionkalardan urib berganmiz. Xudo xolisa quyoshda ham, issiqda ham mazza qilib yurishadi. Polirovka $100, detailing polirovka 3 etap o'tiladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi etaplari eksentrik rotorli apparatlar bilan o'tiladi. Xudo xolisa bizdan keyin mashinamiz mana shunaqa yonib chiroyli bo'lib yuradi. Olib kelsalar o'zimizga keyingi yil misol uchun 3 yil o'zini o'tib beramiz, yana shunaqa holatda chiroyli bo'lib turadi. TS video registrator 3 ta kameralisi ustanovkalari bilan birga.
para gitarasi original qo'yilgan, Magicar 908 ustanovkasi bilan birga dominant original bo'ladi. Bagaj va kapot avshkalari, ustanovkalari-yu hamma narsasi bilan birga. Xullas, narx-navoni ko'ryapsizlar, hammasi ketgan. Ishlargacha yozib berganmiz. Mashinani ko'ryapsizlar, addini o'zingizlar baho berasizlar. Juda ham ideal holatda chiqqan. Ketkizgan vaqtingizga, ko'rgan videolarga rozi bo'lasizlar. Mashinamiz xudo xolisa 100% tayyor, egalariga berib yuboramiz. Ana endi bemalol spiskani oching. Boshqa libboy ustiga borib ko'rsating, narxlating. Men aytgan xuddi shu ishlarni men aytayotgan narxlarga qilib beradimi, yo'qmi? Bemalol solishtirib ko'ring. Negativ yozayotgan, qimmat ekan, boshqa ekan yoki Nexia'ga shuncha rasxod qiladimi deyotganlar bo'lsa, aka, bu klientning o'zining mashinasi. Yoshligidan haydayotgan yoki kimdandir esdalik yoki kimdandir sovg'a bo'lgan bo'lishi mumkin. Siz bilan men ularga aql o'rgata olmaymiz. Klient nima xohlasa shu narsani bitkizib beramiz. Pul ularniki, mashina ularniki, xohlasa $10,000 pul ketkizsin.